Butunlay patlarga o'ralgan kostyumda sahnaga chiqish. Norm yoki stryom? Stryom. Bir xil ko'ylakni ikki xil konsertga kiyish. Stryom yoki norm? Конечно, stryom. Teleko'rsatuvda fonogramma ostida kuylash. Norm yoki stryom? To'g'risini aytsam, bizni juda ham ko'p taklif qilishganda, bizga fanerada aytinglar deyishadi. Lekin biz uchun bu noto'g'ri narsa, lekin ularni shunaqa shartlari bor. Demak, men uchun stryom, lekin norm. Hayp uchun intervyuda shaxsiy hayotni ochib berish. Stryom yoki norm? Stryom. Muxlislardan yangi klip uchun qo'shimcha mablag' ajratishni so'rash. Конечно, stryom. Sahnada qoqilib ketib, uni shouning bir qismi deb o'xshatib yuborish. Albatta norm. Mashhurlikni ko'tarish uchun reality shouda qatnashish. Stryom. Sobiq yigitingiz bilan muhokamaga tushish uchun klip suratga olish. Norm. Kichkintoy bilan repetitsiyaga kelish. Norm. Bolani tur avtobusda gastrolga olib borish. Stryom. Sobiq yigitning to'yida ashula aytish. Norm.